60 ming so'm pachkaga bu. Aniq chiqamiz. Komplekt pachkaga 35 ming. Mana. Maktab yosh, bog'cha yosh, razmerlar bu. Pachkaga 14 ming qalin. 60 ming pachkaga. Tipa pastlar 85 ming. Pachkaga necha pul beryapsiz buni apa? 35 ming? 45 ming so'm ekan. İçlerini koşalım. Mana. Pachkaga bular hammasi 60 ming, 65 ming. Razmerlar bor. 19 ming beryapti bularni. Nechta berishsa bo'ladi. Necha pul qilib berasiz? 11 qilib beraman aka. Pachkaga 11 mingga qalin. Pachkaga 40 ming so'm beryapti bular. Razmerlar qanaqa ekan? 58 60 60. 58 60 60. Mana bu qalinlar 60 ming so'm ekan pachkaga. Mana tepadagilar 14 ming so'm ekan. Mana turadi. Yuqi. Ali hozirga kiygani bo'ladigan. Pachkaga bambuklar 70 ming so'm ekan. Razmerlar qanaqa ekan? 75 razmer. 46 lirgacha tushiradi, standart bo'ladi aka. Bo'ldi. Pachkaga 55 ming so'm anonlar. Bambuk. Xalatlar optimga necha beryapsiz? 65 dan beri. Raketkalar bor. 65 ming. Materialligi. Qiymat 70 ga beradi. Razmerlar qanaqa ekan? 48 50 ga tushadi. Sochiqlar 50 ming so'm kiloga. Qopga bo'lsa arzonroq beriladi mana. Mana. Bular optimga 80 ming so'm beryapti ekan. Mana. Bular ham ming so'm, bular 2 ming so'm ekan. Qaytoqlar ming so'mdan 2 ming so'm atrofida bo'ladi. 60 ming so'm pachkaga bular. Tipasini o'zi.